Assalomu alaykum, qadrli Azim kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Sclerosis o'yinini o'ynab, maza qilib qo'rqishga harakat qilamiz. Короче, bu o'yin Play Marketda mavjud emas. Bu o'yinni shaxsan Google'dan yuklab oldim. O'yin hajmi naqd 1 gigabayt ekan. Xo'sh, akalar, o'yin haqida qisqacha ma'lumot bersam, bu o'yindagi asosiy bosh qahramon Daniel, ya'ni u o'zining xotirasini yo'qotgan bo'ladi, allaqanday qal'ani ichida uyg'onadi va o'zining o'tmishidagi qo'rqinchli xotiralarni tiklashga, ularni yana qayta eslashga harakat qiladi. Некоторые вещи нельзя забывать. Bu Тень идет за мной. bu jarayonda, Нужно торопиться. ya'ni bu ishlarni qilishda aqldan ozish xavfiga ancha yaqin bo'ladi va bu uning qarorlariga ta'sir qilar ekan. Xo'sh, akalar, ko'p gapirib o'tirmay o'yinni boshlab olsak. Нельзя забывать, нельзя. Aha. Я должен его остановить. Mana o'sha uyg'ondik, allaqanday qal'adamiz. Меня зовут... Я... Даниэль. O'zi ham aytmoqda. Danielman. Men Danielman. Xullas, o'zini ismini esladi. Allaqanday zanjirdan bo'shatildik shekilli. Xo'sh. O'yinga gap yo'q. Grafika, zvuklarini juda yaxshi ishlashibdi. Shaxsan o'zim quloqchinlarda o'ynayapman. Yanada effektni, ya'ni qo'rqinchli sahnalarga boy bo'lishi uchun. Xo'sh, mana biz okey. Akalar, eslatib o'tay, o'yindagi so'zlar hammasi rus tilida, ya'ni gaplar ham rus tilida, mening esa rus tilim uncha yaxshi emas. Agar siz rus tilini tushunsangiz, o'zingiz uchun tarjima qilib olavering. Xo'sh, akalar, o'yinda davom ettirsak, bu tarafdan keldik. Mana o'sha qorong'u joylar bizadan oldi. Menimcha buni yoqish uchun qandaydir sham yoki boshqa narsalar kerak shekilli. Xo'sh. Bu yerlarda hech narsa yo'q. Mana. Nimadir bo'lyapti. Menimcha u qorong'idan qo'rqsa kerak. O'yinni boshida aytib o'tganimdek, aqldan ozish xavfi bilan o'ynamoqdamiz. Josuyni 2 marta bossak o'tirib turar ekan. Buni 2 marta bossak otib yuborar ekan. Okey, tushunarli. Xo'sh, davom etamiz. Chapgami, o'ngami? Chapga. Allaqanday yo'l. Xo'sh. Voy. Bu uchun sizlardan kechirim so'rayman. Nimadir oldik shekilli. Menimcha bu sumkani ochishni tushuntirmoqda. Tak, bizda miya joyida, yurak ham joyida. Kitobchamiz ham bor. Bu yerga allaqanday masla kerak. Okey, bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda nima bor? Hoppa. Yana yoqadigan nimadir oldik shekilli. Okey, unda davom etamiz. Xo'sh. O'yinga keladigan bo'lsak, akalar, o'yinni zo'r ishlashibdi, gap yo'q. Yana nimadir oldik. Bu yerda eshik. Bu tomonda yo'l yo'q. Demak, hamma eshik, hamma joyda ko'rib chiqdik shekilli. Hech qanaqa joy qolmadi. Demak, o'sha eshikdan davom etamiz. Okey. O'yin juda ham skrimerlarga boy yoki har soniyasiga qo'rqitadigan o'yin deya olmayman.
o'yinni o'ynab ko'rganlar kommentariyada fikringizni qoldiring. Qop-qorong'u yerlar, mana menimcha voy voy. Menimcha aqldan ozyapti. Yo'q. Yana o'ziga keldi shekilli. Xo'sh, unda davom etamiz. Allaqanday xona. Hech narsa yo'q. Menimcha bu yerlarda okey, bu yerda nima bor ekan? Xo'sh, menimcha bu yer bo'sh. Ha. Demak, bu yerda ham hech narsa yo'q. Allaqanday yoqadigan shamni yoqadigan narsa. U aqldan o'zi boshlayapti. Qorong'uga o'tgan sarimiz. Demak, biz yo'llarda shamlarni yoqib yurishimiz kerak. Xo'sh, akalar, o'zlaringizdan so'rasak, nimalar bo'lyapti olamda, nimalar qo'yapti? Yozinglar kommentariyaga. Like bosing agar sizga video yoqqan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa. Xo'sh, negadir mana bu xonaning eshigi ochiq. Bu yerda voy. Sveta, okey. Qorong'u joydamiz. Aytganimdek. Bu yerda sham. Mana bitta sham. Okey. Bu yerda menimcha bizga kerakli boshqa hech narsa yo'q. Demak, mana shu yo'ldan davom etsak kerak. Xo'sh. Bu yerlarda bu nima? Tosh. Allaqanday. Arxiv. Okey, biz qandaydir arxivga kirdik shekilli. Demak, arxivdan davom etamiz. Xo'sh. Mana arxivga ham kirib oldik. Ortga yo'l yo'q, значит. Xo'sh, davom etamiz. Voy. Okey, nima degani tushunmadim-ku. Yurishdan to'xtamaymiz. Demak, shamol bo'lib o'chib qoldi. Mana bularni yoqib chiqamiz. Bu tomonda bormikan? Sham yoqadigan joy. Bor. Okey. Allaqanday xonadamiz. Menimcha bu yerda bizga kerakli hech narsa yo'q. Menimcha. Sham yoqadigan narsalar. Allaqanday soda. Va oyoqda edi. Zilzila bo'lmoqda. Menimcha tindi. Okey, nimagadir menga qanaqadir tovushlar eshitilyapti. Agar siz ham eshitgan bo'lsangiz, bu yerda yo'l bor. Davom etamiz yo'lda. Qanday xona? Yerga yo'l yo'q. Okey, biz bu xonadan nimadir olib chiqishimiz kerak, menimcha. Kitob. Xo'sh, bu nima? Fonar. Okey. Fonar. Fonar bilan
desak ham menimcha bu masla fonardiki bo'lsa kerak. Menimcha buni faqat tejab ishlatishimiz to'g'ri bo'ladi shekilli. Mana bu yerda ham qanaqadir xona bor ekan. Xo'sh. Yoqib qo'yamiz. Buni ham yoqib qo'yamiz. Keyinchalik fonarni o'chirsak ham bo'ladi. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Ochamiz eshikni. Okey, qanaqadir kutubxonaga tushib qoldik shekilli. Och sumkani. Voy. Yana zilzila. Menimcha bu yaxshi alomat emas. Okey, bu yerda kerakli hech narsa yo'q ekan. Aha, bor. Bunaqa narsalarni ko'p terib yurishimiz kerak shekilli. Bu yerda ham allaqanday eshik. Juda ham qop-qorong'u. Nimadir bor demak bu yerda. Masla. Aha, bu demak. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Очень Okey, bu ищ- o'zingni eslashing kerak demoqchi bo'layotgan bo'lsa, ajab emas. Tak, biz ozilgan masla. Mana masla telefonlarida mana bu yerdagi maslamiz tugagandan so'ng yana qo'ysak bo'lar ekan. Okey, allaqanday rechak. Mana tortishimiz kerak shekilli. Okey, nimadir deyapti. Narda olamiz. Aha, bu yerdan yashirin yo'l ochildi shekilli. Hov. Okey. Yana allaqanday eshikdan o'tib, boshqa qismga o'tamiz akalar. Xo'sh, o'yin haqida fikringizni kommentariyada yozing. Menimcha bu 1 gigabaytlik o'yinni bitta videoda tugatish qiyin masala menimcha akalar. Shuning uchun ham like bosib qo'llab turishingizni iltimos qilib qolar edim. Okey. Davom etamiz. Aha, tez yugurishdi. Tez yugurishni ko'rsatmoqchi. Shekilli. Tepaga chiqib ko'rmadingizmi? Voy. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как мы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал в замке. Он находится за камерой переработки. На самом деле... Он в глубине скал под Бренненбургом. Demak, ikkita odam allaqanday Brennenburgda. Menimcha shu haqida gaplashishdi. Xo'sh, biz bo'lmasa missiyamizda davom etamiz. Matrib turibdi. Masla bular hali bizga ko'p kerak. Voy. Значит, bu yerga yo'l yo'q. Tepaga chiqishga majburmiz. Okey. Aha, oldin pastga tushib ko'raylikchi. Pastda nima gap? Voy. Bu yerga ham yo'l yo'q shekilli. Ha, do'stlar, bu yerga ham yo'l yo'q. Aha, yagona choramiz bu tepaga ekan. Xo'sh. Davom etamiz. Voy. Mana shu yerdan keldi. Siz ham eshitdingiz buni. Okey, shu yo'ldan borib ko'ramiz.
bu yerda allaqanday eshik. Laboratoriya. Okey. Birinchi bu tomonga qarab o'tsak. Bu tomonda nimalar bor? Bu yerga ключ kerak. Xo'sh, biz hali tepaga chiqib ulgurmadik. Birinchi tepani birinchi ko'rib kelsak yaxshi bo'lar edi. Xo'sh, bu yerga ham yo'l yo'q. Bu tomonda bitta eshik ko'rinyapti. Bu yerda allaqanday toshlar. Oho, labirint bo'lib ketibdi bu yer. Bu yer arxiv. Bu yerdan keldik o'zi. Menimcha arxivga bormasak kerak. Okey. Bizda bitta chora qolmoqda. Hozir u chorani oldiga boramiz. Hop. Voy. Bizlarning jonimiz ham kamayar ekan. Laboratoriyaga borganimiz ma'qul shekilli. Okey, laboratoriyaga o'tdik. Bilmadim bu yerda bizni nimalar qarshi oladi yoki kutib turibdi. Xo'sh, qiziq. Oxirida nima bo'lishi qiziq. Laboratoriya juda ham qorong'u. Qo'yamiz. Xo'sh. O'yinni menga yoqqan tomoni ham o'tirsa bo'larkan, ham sakrasa. Mana shu tomoni menga juda yoqdi. Bu yerda nimadir bor. Negadir personaj qo'rqyapti bu yerdan. Xo'sh. Akalar. Bu yerda bizga kerakli nima bor ekan? Xo'sh, mana bu eshikdan borib ko'rganimiz ma'qul shekilli. Nimadir pichirlayapti qulog'imga. Нужно больше куприта. Yana nimalardir eslamoqda. Одна часть крепкой водки. Menimcha bu yerdagi odam nimadir tayyorlamoqda. Bizga yana qanaqadir xatlar va zilzila bo'lmoqda adashmasam. Mana ol. Okey, bizga kerakli boshqa hech narsa yo'q shekilli. Xo'sh, sumkamiz. Ha, biz nimadir tayyorlashimiz kerak shekilli. Menimcha biz buni etib qayergadir qo'yishimiz kerak. Yo'q. Bu yerlar to'g'ri kelmayapti. Xo'sh, biz anavi idish bilan nimadir qilishimiz kerak. Lekin nimaligini hali ham topa olmayapmiz. Okey, bir orqaga qaytib ko'ramiz. Balki mana bu yerdadir yechim. Bu yerda u idish bilan qilinadigan hech ish yo'q. Okey, tinchgina orqaga qaytganimiz ma'qul shekilli. Keyin orqaga qaytamiz. Xo'sh, to'g'ridagi eshik qulf, u uchun kalit kerak. Uchinchi eshikka borganimiz yaxshiroq, ya'ni ikkinchi etajdagi eshikka. Menimcha hozircha eng to'g'ri tanlov o'sha bo'lsa kerak, akalar.
Demak, qo'limizdagi narsa bilan o'sha yerda nimadir qilamiz. Xo'sh, bu eshik yopiq. Ha, bu eshik yopiq. Endi tepadagi eshikka boramiz. Menimcha yechim ham shu yerda. Mana shu eshikka. Arxivi. Xo'sh, bu eshikda nimalar topib chiqsak ekan? Hozircha skrimerlar kam, deyarli qo'rqitgani ham yo'q, lekin o'yinning janri horror. Okey. Video davomida yana guvohi bo'lamiz. O'yin qanchalik qo'rqinchli yoki uning aksi. Mana akalar, arxivga ham kirib oldik. Svetni yoqamiz. Knigi, o'tkir kitoblar. To'g'ri tarjima qilgan bo'lsam shunday. 16 мая, 7 вечера, завтра. Okey. Xo'sh, bu yerda faqat kitoblar. Bu yerdachi? Bu yer negadir qorong'u. Qorong'udek ko'zimga. Yana eshik ichkarida. Xo'sh, bu yerda jin ursin. Men buni ochmoqchi emas edim. Xo'sh, bu yerda boshqa bizga kerakli hech narsa yo'q. Yana bitta varaq. Menimcha bu ishga o'tsak ham bo'laveradi. Bu yerda kabinet. Bu yerda eshik ochiqmi? Ha, ochiq. Kimdir gapirmoqda. Siz ham eshitgan bo'lsangiz, yana allaqanday 17 varaq. мая 1800. Jin ursin. Loy. Nimaga yoqib tashlayapsan? Okey, buni olamiz. To'ldir. Okey, bittagina qoldi maslamiz. Menimcha bu ham anchagina joyga yetsa kerak. Sumkani ochsam qiynagandek. Okey, ketdik unda. Borgan sari qorong'ulashib ketmoqda. Xo'sh. Voy. Horror endi boshlandi chog'i. Okey. Bu yerda nimadir bor. Bu yerdachi masla. Yaxshi, hozircha yomon emas. Qolgan xonalarga o'tib ko'ramiz. Okey, bu yerda hech narsa yo'q. Bu yer yopiq. Demak, yo'limiz bu tomonga. Oho, anchagina katta joy. Va yana bu bola negadir jinni tutmoqda. Narda o'chirib qo'ysak ham bo'lardi. Bu yerlar o'zi yo'q. Xo'sh. Menimcha u tomonda ham xuddi shunday yo'l. Demak, bu yerda ham hech narsa yo'q. Yo'q, bitta eshik bor ekan. Va qon oqmoqda. Tepadan. Voy. Personaj meni aqldan o'zi boshladi. Okey, biz bunga qaramasdan o'tamiz. Va bu yerda masla. Va juda ham qorong'ulik. Okey.
Bu yerda ikkita tosh. Aytarli bizga kerakli hech narsa yo'q. Buni o'chirib qo'yamiz. Tejab ishlatsak, menimcha yaxshi bo'lar edi. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет тень, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Okey. Yana o'sha ovoz. Menimcha nimadir qidirishmoqda. Shu narsa yo'q, bundan foyda yo'q ekan. Okey. Bir to'da qog'ozlar va xarita bo'limi. O yo'q. Nimadir bo'ldi. Narki tomonda. Mani personajim esa hali ham aqldan ozyapti. Xo'sh, borib ko'ramiz. Yo'l to'silib qopti. La'nat. Aha, bu yerdan chiqish uchun boshqa yo'l toping. Okey, mana bu yerda. Aha, buni qo'lda buzib bo'lmaydi demoqchi shekilli. Okey, unda tosh bilan buzib ko'ramiz. Hop, ana. Bingo. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль. Yana o'sha ovozlar nimadirdir gaplashishmoqda. Ha, bu yerdan biz hali ham chiqib ketganimiz yo'q ekan. Yana qog'oz. Bu qog'ozni esa olib bo'lmayapti. Nimadir bo'lyapti. Siz ham eshitayotgan bo'lsangiz. Okey. Eshik yopiq. Nimadir soat shekilli. Nimadir yurmoqda. Bu yerda menimcha xo'sh. Bu gapni ma'nosini topdim akalar. Menimcha buni surish kerak yoki kerakli kitobni tortish kerak degan fikrga keldim. Xo'sh. Bu yerga nima qo'ysak bo'ladi? Menimcha hozirgi birorta kitobni. Mana bu yerda bitta kitob bor edi. Menimcha shuni qo'yish kerak javob. Ha, bu kitobni tortgandan so'ng bu ochilar ekan shekilli. Ha, bu yerda yo'lak bor. Menimcha bu kitobni ushlab turish kerak. Mana javon ham sekin-sekin ochilyapti. Xo'sh, ochilib ham qolgandir.
akalar, bu yerda bitta kitob emas, bir nechta kitob bor ekan. Mana bu yerda ham bitta kitob bor. Xo'sh, narigi javoblarni ham qarab chiqishimiz kerak shekilli. Aha, mana bu ham kitob shekil. Mana eshik ochildi. Xo'sh. Bu yerda kalit. Shekilli. Va biz qochishimiz kerak shekilli. Lekin qayerga? Ha, mana bu tomonga ekan. Uni to'ldir. Voy, to'ldirdim men. Qo'ya olamiz. Ha, bu bo'ynaga qulf xona. Eshik ochildi. Biz mana shu tomondan kelgandik shekilli. Oh. Ko'rdingiz-a? Siz ham ko'rdingiz shekilli. Ming la'nat, bu yerdan tezroq ketish kerak. Tanamdan qumursqalar yurib ketdi to'g'risi. Bu o'yin unchalik ham horror emas degan edim, lekin adashgan chog'i. Adashgan ko'rinaman akalar. Voy, ovoz eshitilmoqda. Mana bu yerda eshik ochilibdi shekilli. Yo'q, bu yerda o'zimiz ochgan edik. Bu yerdan ketish kerak. Ketamiz. Ha. Endi o'yinning sirlari ochilib bormoqda. Endi skrimerlar, mamnaqa maxluqlar tez chiqib tursa kerak. Xo'sh, biza bitta qulfxona bor edi. Menimcha o'shani borib ochishimiz kerak. Okey, to'xtamaymiz, davom etamiz. Voy. Nima joyda qon bosib ketdi-yu. Ustidan yo'q, ustidan yurib o'ta olmasganmiz. Balki sakrab o'tarmiz. Yo'q, lekin buncha joyga sakra olmaymiz ham deb qo'rqaman. Bu yerga yo'l yo'q. Hop. Xo'sh. Pastdagi eshikni ochish kerak menimcha. Fonarikni o'chirib qo'yamiz. Va ancha qorong'u ham tushib qolibdi. Sezgan bo'lsangiz. Mana bu yerda bitta qulfxona bor edi. Menimcha yo'q. Kalit bu yerdagi emas ekan. Boshqa qulfxona qayerda? Bu yerdamidi? Yo'q, bu yerga hali ham kira olmaymiz. Xo'sh, akalar. Menimcha bugunga yetadi, chunki video ham yarim soat bo'lib qolibdi. Xullas, sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta komment kutib qolaman. Albatta, meni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, shu o'yinning ikkinchi qismini o'tkazib yubormaysiz. Xo'sh, akalar, bo'lmasa sizlar bilan shu yerda xayrlashaman. Ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' bo'ling.